bemorlar savol beradi. Doktor, kirjan oldirsam qaytaladimi yo'qmi? Bu qaytalanish bu navbatdagi bemorimiz, yani 5-chi operatsiyamiz Xudoyberdiyev 1986-yil tashxisi L4-L5 sohasida sekvesirlangan grija, yorilgan grija ham qotib qolgan bu yerda. Grijasi bemorning o'ng oyog'i doimiy og'riq bo'lgan, bezovtagan. Hozir grijasini olish jarayonidamiz. Grijani topdik. Olyapmiz. Mana shu narsalar o'ziga bemorga yetadi. Og'riq dastlabkishni. Juda kuchli og'riq, yurilish qiyin, bemor ancha ichini olgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammaga sog' salomat. Agarda savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Bu videoni grijasi bor do'stlaringizga yuborib qo'ying. Mana operatsiyamizni ham yakunladik. Ya'ni L4-L5 sohasidan grijani to'liq tozalab tashladik. Qarasangiz, grija to'liq olib tashlandi. Yo'q. İşlerini ham tozalab oldik. İşlerini ham kalkulyatsiya qilib qo'ydik. Yaxshi vazir bilan robotga qilib qotirib qo'ydik. Bu qaytalanishni kamaytirish uchun. To'g'ri, ko'p bemorlar savol beradi. Doktor, kirjan oldirsam qaytaladimi yo'qmi? Bu qaytalanish bu bemorning o'ziga ham bog'liq, asosan mehnati, ularning hayot tarzi, ularga ham bog'liq. Bog'liq bo'lmagan sabablar ham juda ko'p. Sababi belda harakatchanlik, ya'ni bo'lganligi sababli qaytalanishi ko'krak, bo'yin sohalariga qaraganda ko'proq bo'ladi bel sohasida. Shuning uchun bu qaytalanish bu asoratga kirmaydi. Qaytalanish bu grija paydo bo'lishi yoki bo'lmasligi bu asorat emas. Nervlarni zararlab qo'ymaslik bu asosiy muhim rol o'ynaydi bu operatsiya jarayonida. Bu xirurgga bog'liq bo'lgan. Qaytalanishi bu xirurgga bog'liq emas. O'shani doim aytaman, doim ta'kidlayman. Ko'pgina bemorlar mana shu grijadan qiynalishga yurishadi, sababi ular qo'rqadi. Oldirsang ham qaytalanadi. Bu oldirgandan keyin og'riqlar to'xtaydi taqadan. Bu radikal operatsiya, ya'ni endoskopik, mana kesmasdan qarasangiz qonamaydi, hech qanday qon yo'q. Faqat mana shu ekranda ko'rib, ko'zingiz bilan borib oldida ekanligingizni ko'rishingiz mumkin. Agarda sizlarni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga murojaat qilishingiz mumkin yoki mana shu pastda yozilgan nomerlarga Telegram orqali murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, sizlarga javob beraman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.